Do'stim tashlayman buni. Qo'ya do'stim seni baloga qolib Buni turmagan. tekshirish kerak. Meni 50 mingta odam ko'rib turibdi. Oldin bilamiz, keyin reklama qilamiz. Tashlayman, qarab tur. 1 2 3. Ocharaymi? Och. Bu sinmadi-yu bu. Shirakasanmi? Bu to'xta, men chidamayman. Bu ishlar qizim sinib ketadi-yu bu. Men o'zim chiqaman, qarab tur. Sinsa mana menga sinib ketish kerak. Bu sinmayapti. Tashla buni ham. Ko'rdinglar, uka uni ham tashlab irg'itib bor. Ondan sizni akalar, assalomu alaykum. O'zimni do'stlarim, omonsilarmi? Alsot kechi kanalimizdan bugun sizlarga 3 yilga semenni ishlatgan o'ta so'nin jami do'stlar. Biz ag'a ini deb atalgan do'stlar, o'z-o'zini ishlab chiqarilish ag'a ini atindagi emereklarni do'stlar so'nin yerina sentr joyga zavodiga keldik. Akalar, biz hozir Qirg'iziston Qorasuv bilan O'sht o'rtasidagi bariz bilgan do'stlar kommunizmda svetofor ko'rsatdingiz. Kommunizmda svetofor g'ayrat ayilni girib ketib turgan svetofordan dag'i O'shaqqa mechdan kechna bosib kelishimizga so'l joqda do'stlar ag'a ini atindagi emereklarda dunyosina keldik do'stlar. Bizda ishlab chiqarilish, bizda qo'li gul O'zbekistonning ustalar joqda tomonidan ishlab chiqarilgan shunaqa bir haligi besetkalarimiz, ya'ni shunaqa bir ishlab chiqarish, mana turli xullas hanchaliklarimiz bu tomonda stol suvlarimizni zo'r joyiga keldik. Mon qaranglar, mazza bitta uyga qo'yib olsam bori buni 250 kilogacha ko'taradigan. Endi menga o'xshagan akalarimizdan 3 ta 4 tasini ko'tarar ekan, akalar 3 yilga qo'yib olinglar, mazzalarga. Akalar, mana bizda ishlab chiqarish bu tomonda mana qo'li gul O'zbekistonlik usta akalarimiz bu yerda noldan bu yerda rasis temirlardan foydalanib, ya'ni noldan do ito o'zimizni qo'limizda yaralar ekan. Akalar, bu tomonda temir o'zligini ko'rsatdinglar. Juda ham endi kачествосiga endi qayta nima qilgani javob deb olsa, kачествосiga, ya'ni sifatiga juda ham bir katta yuqori nimada e'tibor qilishgan ekan. Bu tomonda temir ishlarimiz mana juda ham hali cho'ng dengizda do'stlar davom etyapti. Kraska ishlarimiz hammasi mana konteynerimizga ketadi ekan. Bu tomonda ukalarimiz tomonidan ishlab chiqarilgan, ya'ni besetkalarimiz ko'rsanglar bo'ladi. Endi bu yerda gatoviy holatdagi mana bunday mebelli naborlarimiz ham bor ekan. Bularda deyapti, shu yaqin nimalarda deyapti planlarimiz bor. Shularni ham o'zimiz ishlab chiqaramiz deyapti. Bularga bemalol murojaat qilishinglar mumkin. Bo'lmasam zakazga mana bunday romantik mana stol suvlarimiz ham zo'rlari bor ekan. Yangi uy solayotgan, ha do'stim, uylarini mana shu yasatayotgan aka-uka opa-singillarimizga juda ham yaxshi yangilik ekan. Endi yozda hali marojnoxonalarimizga komplekt qilib olsanglar bo'ladi. Bu tomonda aynaklarni rostdan ham pishiq deyapti. Haqiqatda men chiqib ko'rdim. To'g'ri, meni musoq qalin bo'lishi mumkin, lekin men chiqqanimda mana oyog'i ayrilib ketish kerak edi. Aka, shu narsaga e'tibor berib qo'yinglar. Joy-joyida turibdi, ammo juda ham zo'r ekan. Kачестволari juda ham bomba deyapti. Endi bu tomonda turlari o'ta ko'p ekan. Bu yerda karishnosi, mana bunday oppog'i, razmerlari har xil katta kichik bo'ladi ekan. Endi bu temirdan chiqqandan keyin, kraskalar bitgandan keyin bu tomonda mana o'zimizni akalarimiz, ukalarimiz mana qo'l ishlari. Bu yerda endi shunaqa holatda to'qilib noldan mana paydo bo'lar ekan desa ham bo'lar ekan. Buni materiali nimadan bo'lgan bilmadim. Juda ham bir qalin, ajoyib bir rezinkaga o'xshagan shunaqa bir materialdan polni mana qo'l ishda. Bu mehnat qaranglar, qo'lda mana shu polni noldan doito yasab berishyapti. Hormanglar akalar. Assalomu alaykum. Mana ko'ryapsiz, ishimiz juda ham yuqori dengizda do'stlar davom etyapti ekan. Kelin mana bemalol zakaz qilsanglar bo'ladi. Bu tomonda Korolevskiy modellari, mana har xil turlari bor ekan. Telefon nomerlarini beraman. Yana zakaz qilib, komplekt qilib xudo olsa, ya'ni biz manaqa tandiriga o'chog'iga kelib qolibmiz, ya'ni noldan yasalayotgan manaqa sentrga kelib qolibmiz. Birinchi qo'li bo'lar ekan, kelib bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Endi yana manzillarimizni bir qator tanishtirib, telefon nomerlarini aytaman. Akalar, telefon nomerlaringizni bemalol yozib olishingiz mumkin. 0550 bilan 04 50 44 0557 63 47 63 do'stlar, o'sha nomerlarga kengina qayrilsangiz bo'ladi. Bu yerga TikTok akkauntlarini qoldiramiz do'stlar. Dag'i durja qo'yib bundan buyoq bo'ladigan yangiliklarni kuzatib borsanglar bo'ladi. Endi manzillarimiz tushunarli bo'ldi. O'shdan Qorasuvga tushib kelyapmiz. Adnastrondan chiqib turib, so'l joqda Qashqar qishloq do'stlar. Qashqar qishloqdan dag'i kechni bosqanimizda bu joqda kommunizmda, ya'ni o'sha g'ayrat aylanma boshindagi zapravkaning oldindagi svetoforni bilasizmi? Machdan bor. O'sha bilan qishloqning o'rtasida yo'lni bo'yinda do'stlar va emereklarda dunyosi ko'rinib turadi do'stlar. Baringlarda o'sha bunaqa sentr emereklar dunyosida kutib qolamiz do'stlar. Hali yangiligimiz yoqqan bo'lsa, bemalol zakaz qilishlar mumkin. 3 yilga dona va optim xizmati, ya'ni marojnoxona, shunaqa ishxonalarga foydalangani komplekt qilib bemalol tartib qilsanglar bo'ladi. Alsat kechi kanalimizdan yana sizning xizmatingizdan.